Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana navbatdagi eshikimiz ham Hazorasp tumani Muhammad mahallasida bo'ldi. 2 dona eshik ustanovka qilib berdik. Hozircha buni ko'rib bahosini beraverasizlar. Boylar ham 220 ga 90 sm yana. Eshiklari 4 dan qullab urildi. Lenta, sağır lenta. Azonlardan da böyle akkuratlı. 5 yıl zaman orijinal krap sabotda. Eshikimizni dabollari bilan ustanovka qildik. Akkuratlı olib chiqdi dabollar ham. Ajoyib bu. Burada yine bir eşiğimiz. Yan başlarına metre var berinde. Şimdi streç olarak koyduğumuz bir yerinden. Bundan ne zaman çayları konkret çıktı. Yine daha bunu akkurat ne olup işlendi. Hurmatli obunachilar, kimda kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, qalin materialdan 08lik qalin NDF'dan ishlangan material ham katta material. Bahası 2,5 milyon so'mdan ustanovka qilib berdik yine. Arka elde korona narushnik oldu. Dabollari bilan. Kimda kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib murojaat qilaverasizlar. Baholasa qo'ldan kelgancha ishlab beramiz. Rezinkalardan e'tibor beringlar, sukma rezinka har doim qiling. 15lik korobka. Korobkalar ham. Lentalar ham konkret olib yopishtirildi. Akkurat olib. Ertangi ko'pchib yaqin solib yotmaydi. Chotga olib turadi. Hammangizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Sog' omon bo'linglar.